Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana dori aralashtirish jarayoni. Sizlarga hozir nimani qo'shayotganimizni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'sh, amoniy sulfat bir qop, karbamid bir qop, amofos bir qop. Amofos olmaliq ishlatsanglar yaxshiroq. Olmaliqni ishlatsanglar tezroq eriydi. Xo'sh, bir qop. Amofos yana yarim qop qo'shaverasizlar. Keyin 10 kilo kaliy qo'shasizlar. 10 kilo, 20 kilo qo'shsanglar ham bo'ladi. Endi biz 10 kilo qo'shamiz. Bu yerda eski dorilar ham qo'shib yuborganmiz, qolib ketgan dorilari. Xo'sh, 1,5 qop amofos, 1 qop karbamid, 1 qop sulfat, 10 kilo kaliy qo'shib dori tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, sizlarga bitta life hack ko'rsataman. Ko'pchilik qop ochishga qiynalar ekan. Mana qopinglarda mana bunaqa ipi bo'ladi. Shuni ikkinchisini uzasizlar, mana. Ikkinchisini uzib tortsanglar, mana. Qopinglar bittada ochiladi. Bilmaganlarga ko'rsatma, bilganlarga eslatma. Xo'sh, pastga sol. Pastga hozir sulfat, amofos, endi bu karbamid to'kamiz. Hozir aralashtiramiz. Xo'sh, dorilar aralashtirib olamiz, yaxshilab. Aralashtirib boshqatdan qoplab, xudo xolisa sepishga tayyor bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar, yerga sepib ishlash jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz hali. Alaykum, yana bir marta. Mana tayyorlagan dorimizni sepamiz. Mana shunaqa ikkita chetini ariq qilib olib beradi. Bizga uni bundan oldingi videoda ko'rsatib o'tganman. Motoblogimizga solganmiz. Ikkita chetini mana shunaqa chizib beradi. Biz mana shunaqa tegi dori tashib chiqamiz. Keyin xo'sh, mana bunaqa qilib arig'ini ochganda dori tomiri oldida ko'milib qoladi. Har suv qo'yganda ta'sir qilaveradi. Biz oralatib solamiz dorini. Bu ariqlarni ham ochib tashlaymiz. Bundan dori solinmaydi, oralatib solamiz faqat. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana shunaqa bersanglar, dorilar ham tejaladi, ta'sir kuchi ham inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xo'p, karom poliyamiz mana. Ancha karomlar tetik bo'lib, yaxshi bo'lib qoldi mana. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi videolarda buni sug'arib, qarovini qilishni ko'rsatib boramiz. Xudo xolisa sotib tugatguncha sizlarga hammasini ko'rsatib beramiz.